2 xona 42 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Xo'p, Qumaru mahallada Shodiyona restorandan ozgina ichkariga kirganda 2 xona g'ishli uyimiz, birinchi qavat 50 kvadrat metr. Uyimizning narxi 42 ming dollar. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Mana bu mana tapchani bor ekan va oynalar reshotka qilingan uy ichini ko'ramiz. Xullas kirib olgan bo'lsa, o'ng qo'limizda sanuzel bo'lyapti va bu yerda mana ikkita xonasi. Bu mana mehmonxona va kattalar yotoqxonasi. Uyimiz g'ishtdan qilingan, yozda salqin, qishda issiq. Tak, kuxnyaga kiramiz. Bu kuxnya 180 ga 6 balkon bor. Kuxnya balkonga chiqqan hisobiga bitta xona ko'paygan. Mana bu balkon ko'rib turganingizdek, двухкомнатный котел va kuxnyani o'zi. Uyimiz remonti yaxshi, holati yaxshi, ipotekaga ham beriladi. Narxi prosta super, 42 ming dollar bo'lyapti. Orientirga keladigan bo'lsa, Qumaru mahalla Shodiyona restorandan ozgina ichkariga kiriladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.